31 kalibrda hali pishib, qorayib yetilgan yo'q. Qo'lingizdagini ham ko'rsatib qo'ying. Sorti Giant Red bo'ladi mana. Mevani olganiga bitta baho berib, like bosib o'tib ketinglar. Hozir O'zbekistonda eng yirik giloslardan biri shu bo'ladi. O'zini o'zi, xudo xolasa 100% ga changlayotgan gilos. Bemalol boq qiladigan akalar bizga aloqaga chiqinglar. Garantiyali ko'chatdan ko'paytirib qo'yganmiz. 3-4 yoshida 10 kilo 15 kilogacha xudo xolasa meva uzasizlar. 100% garantiya beramiz unisiga ham. Kalibri oldin ko'rsatayotgan giloslarimizning ichida eng yirigi shu bo'ladi. Hozirgi Valovoy sersa bilan teng pishadi. Mana Valovoy sersa. Valovoy sersa bo'ladi. Shu bilan teng pishadi. Bir xil bozorga kirib boradi. Mana Valovoydan farqi. Valovoyda endi hozir qo'yib ham ko'rsataveramiz. Qo'yib turaylik. 26, 28 gacha chiqadi Valovoyda kalibrini. Boring ana zo'r bo'lsa 30 ga chiqadi. Valovoyda kalibrini ko'p odam biladi. Undan yirik gilos mana shu Giant Red, Gigant Red deyiladigan gilos shu bo'ladi.